Xo'sh, hammaga salom bo'lasizlar. Men Monsterman. Bugungi videoda ko'rib turganlaringiz qanotim bor. Zo'r video olamiz. Qanotimda xo'sh, bu yerdan shunday uchib o'tib, birini to'g'rilashim kerak bo'lar ekan. Masalan, 2 ga yo'qib ketdi. Mayli, buni 320 kani olib turib, masalan, mana bunday uchib, bazamga borib qo'ysam bo'lar ekan. Xo'sh, bu yerda o'yinning qoidasini tushuntirdim. Bu yerda qanotlar bor ekan. Yo, 30 ga, 500 ga, 10 millionga biz ham shunaqa qanotlarni olishni xohlaymiz. Meni skinim Robloxga olsa bor ekan. Ha, aytgancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar, izohlaringizni yozib qoldirishlarini unutmanglar. Короче, shu. Xo'sh, bu yerda upgrade bölümü bor ekan. Biz masalan 10 marta shunaqa uchsak, bu yerda 12 marta qilsak bo'lar ekan. Tezligimizni kuchaytirsak bo'lar ekan, carryni kuchaytirsak bo'lar ekan. Xo'p, brain notni qo'yamiz. Endi biz kuchayishga o'tamiz. Ular bizga brain not bermaydimi? Bu yerda like bor ekan, like. Samimmi? Kamayli, bo'pti. Bu yerda kuchaytirsa ham bo'lar ekan. Nima? 134 ga kuchaytirsa bo'ladi. Men buni 134 ga men buni kuchaytirdim. Ikkinchi reverse bo'lim ham bor ekan. 40 ta bir tezlik qilgandan keyin reverse qilsam bo'lar ekan. Keyingi zonaga o'tolmayman. Shuning uchun shu yerdan bitta birini topib ketaman. 709 gani olib bazaga qaytsam ham bo'ladi. Bazaga qaytay. 709 gani olib keldim. Menda turgan vaqtda soniyasi ketadimi? Yo'q, soniyasi ketmaydi ekan, demak. Degani yo'q bo'lib qolmaydi. Ancha vaqt tursam 709 gani olib kelib qo'yamiz. Aytgancha qaranglar. Ikkita joy bo'sh. Nima bu? Bemalol sizlar men bilan kirib o'ynasanglar bo'ladi. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, shartlari videoga like bosib, nickingizni yozib qoldiringlar kommentda. Xo'sh, bu 442 million ya apalarimda. Buning 195 ga pulim bor. 500 ga kirdi. 9 ga yana 160 ga. Endi bo'ldi. Endi ketaman. Endi qanot olsam bo'lmaydimi? Qanotni qanchada beradi keyingi qanot? Keyingi qanot 30 ga ekan. Hozir pulimni yig'aman, dog'in 30 ga bitta qanot olaman. 210 ga bo'lib ketdi. Zo'r. Biz reverse qilsak bo'lar ekan. 500 gadan yig'amiz. 500 gadan olamiz. 500 ga yig'amiz. 500 ga 292. Ungacha bitta brain not olib kerak. 500 gacha. Qanotlar nima qilib beradi bilmayman, lekin yaxshiga o'xshaydi. Nariyog'iga o'ta olamizmi? O'ta oldik. Nariyog'iga o'ta olamizmi? O'ta olamizmi? Ozgina yetmadi. Xo'sh, endi qanot olamiz, dog'in uchamiz. Qanot nimaga yordam beradi desanglar, hozir ko'ramiz. Va mana 500 ga pulim bor. Oldin qanotda nimaga yordam berishini ko'ramiz. Nima deyapti? Nimaga yordam beradi bu? Mana unday qilsa qo'yiladi. Mana endi mening ko'k qanotim bor. Bu yaxshi, 19 bo'ldimi? Mana bundan keyingi zonaga o'ta olamanmi? O'ta olaman. O'tay. Yo'q. 45 ga, 44 ga, 32 ga. 32 gani oldim. 32 ga. Bu yerda eng qimmati o'zi shu 32 ga ekan. Endi bazaga qo'yib borib brain notni qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda like bossanglar, qaranglar. Like bossanglar, mana shu o'tib ketaman. Men mana bazaga kelaman mana. Like bossanglar, mana shu yerdan o'ta olaman. 1, 2, 3. Like bossanglar, men o'tdim. 32 kalik brain rot. 32 kalik brain rot tasavvur qilyapsizlar.
necha marta kuchaygan bu? 20 marta kuchaygan ekan. Biz Kerrini kuchaytirib olaylik. Kerri 1 millionga Kerrini kuchaytiramiz hozir 500 ga adashmasam. 500 million, keyingisi 97 ga buni yana bitta kuchaytiramiz. Endi yana pul yig'ib kelamiz. Ko'proq pulmizga narsalarni kuchaytirishimiz kerak. Keyin zo'r bo'ladi. Bu yerda nima bor? Bu yerda 715, mana 655 ga bitta kuchaytiramiz, mana buni ham bitta kuchaytiramiz. Endi keyingisiga ham borib kelamiz. Menimcha keyingisiga o'tolsak kerak endi. O'tolmaymizmi? O'tolmaymiz. O'tishimga ishonaman degan edim, lekin o'tdim. Yaxshi. 28 ga 144 ga olib turamiz. Dragon Camelo bu bo'lmaydi. 35 gami Dragon Camelo? Yo'q, kutamiz. Boshqa narsa spam bo'lsa olib ketamiz. Yaxshiroq spam bo'lsin. 21 ga, 12 ga, 28 ga. Boya aytganday, 2 ta zona, 3 ta zonalar bo'sh turibdi. Sizlar menga like bosib, kanalga obuna bo'lib, niklaringni yozib qoldirsanglar kommentda, albatta shunga qo'shilib o'ynasanglar bo'ladi. Normalroq spam bo'ladimi? Nimaga faqat shular chiqyapti? Yaxshiroq spam bo'lib bersin. Mana 27 sekund qoldi, 14 sekund qoldi. 10 sekund qoldi. 10 sekund qoldi. 6 7 3 4 yo'q bo'ldi. O'rniga nima chiqdi? Nimaga buncha kamlar chiqyapti? Dragon Camelo tezroq yo'q bo'lsa, mana bitta ana yo'q bo'ldi. Nima chiqdi? Vay. Nimaga yaxshirog'i chiqmayapti bu? Yaxshirog'i chiqsa, yaxshirog'ini olib ketardik. Albatta, yaxshirog'i chiqqancha ham siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni albatta unutmang. 230 ga ikkita olsam bo'lardi. Yana yaxshirog'i chiqib qolmaydimi? Yaxshisi chiqmaydimi? 183 ga 3 million. 4 million. Tashay kelasini ham 4 million da. 4 million da. Golden 230 million. 28 ga 230 millionligini olib ketamiz. Bazaga ketdik biz. Yo'q, qoch. Urib borma. Yaxshi, keldik. Mana bu yerga keldik. Endi bazaga olib boramiz. Bular to'lib olsin. Mana keyingisiga ham o'tamiz. Endi qaranglar. Bittada ikkitasidan o'tishga harakat qilib ko'ramiz agar benzin tugamasa. Yo'q. Kamlik qilarkan, endi ikkitasiga o'tib ketaveramiz mana. Bazamga darrov yetib keldim. Endi bu brainrotlarni joylashtiraman. Bu 230 ga bilan 3 millionligini olib keldim. Hozir 3 millionligi qancha kuchaygan ekan? 3 millionligi juda ham ko'p kuchaytirdim. Mayli. Bu yerda 30 galik, biz 500 galigini oldik. 10 millionligi, 100 millionligi bor. 10 millionligini olamiz va qo'yib qo'yamiz. Endi biz pullarni yana yig'amiz. Endi biz birinchi mana uni kuchaytiramiz, keyin mana uni, mana uni, va yana pulni yig'ib kelamiz. Reverse qilsa bo'ladi, reverse qilsa hozir reverse qilgim kelmayapti uncha, shuning uchun ham reverse qilmayapman. 100 millionlik qanotda olamiz endi. Nimaga oldim buni qanotda bilmayman. Shunchaki turadi-da bu ham. Bunda kuchayish oson ekan bir tomonlama. 35 millionga mana uni kuchaytiramiz hammasiga. Mana 3 million, 4 million. Endi esa ketdik. Endi undan keyingi zonaga o'tib ketaveramiz. Mana bittadan nechta zona o'tamiz biz. Bittada mana shu yergacha keldik. Mana shu yerda to'xtab olamiz. Endi to'ldirib olamiz va nariyoqqa ketamiz. Yo'q,
Yo, sal qoldi. Undan keyingi zonaga o'ta olamizmi? Undan keyingi bazaga easy o'tamiz. Bundan keyingisiga ham o'tamiz. Hozir yo, ikkita lazer qo'riqlar ekan buni. Va o'tib ketdik. Undan keyingisiga ham o'tamizmi? Undan keyingisiga ham o'tib beramiz. 4.9 million. Narxda bundaylari bor edi, hamma 4.9 million. Bundan keyingisiga ham o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Men bilmadim. Omadim kelsa o'tarman. Omadim keladimi? Tegma. Yo'q, o'tolmadim. Ozgina qoldi. Yo'q. Gameplay pauza bo'lib qoldi. Gameplay ishlamay qoldi. Biz ko'proq tezligimizni kuchaytirishimiz kerak. Keyingi bazaga ham o'tib ketaveramiz. Tezlikni qanchada kuchaytiradi? 300 qanchadir million yana. Biz mana endi yetamiz. Endi yetsak kerak. Mana shu yergacha bora olsak yetishimiz mumkin. Tol, men kutmayman. Tol, qoch. Uch. Yo, nimaga mayli ketdik yana bir borib kelamiz. Hozir biz lazerdan ham bittada o'tib ketamiz. O'tolsak o'tamiz, o'tolmasak o'tolmadik. Nima endi? Shu qiyinishman. Mana keldik. Qiyinish emas. Ana qora qanoti bormi? Yo mendan oddiyroqmi, yo mendan yaxshiroqmi men qanoti? Bilmadim. Xullas, bundan keyingisiga ham o'tgan edik boya. Yo'q, tegma. Yaxshi, tegmadi. Yaxshi. Tegmadi. Voy, tushib ketdim. Voy, o'lib ketdim. Mening biringilarim qancha? Bu mening bazam emas. Mening bazam mana mening biringilarim. Menga qancha? Yo'q, 882 million ishlab berdi. Hozir keyingi qanotni ko'ramiz qancha ekan. 1 milliard. 1 milliarddan keyingisichi 100 milliard. 1 trilliardmi? Ishqib shunaqa. Hozir mening 1 milliard pulim bo'ladi. 1 milliard bo'ladi. Nima bu? Mening 1 milliard pulim bor o'zimda. Bor. Mening 1 milliard pulim bor. Bir tini bosib yotibman. 1 milliard. Bir bini bosib kerak. Endi qayergacha boramiz? Bor endi. Lazerdan o't lazerdan. Biz lazerdan o'tdi, yaxshi. Yo'q. Mana keyingi zonagacha ham bora olamiz. Keyingi zonagacha ham keldik. Va biz normalroq brainrot ololmayapmiz. Shunga normalroq brainrot olishimiz kerak endi. Mana yana uchamiz. O'lib qolmasak bo'ldi. Lazer tegmaydimi bizga? Nimaga? Cho'tta. Yo, lazer nimaga bizga tegyapti? Qayergacha mana? Qachongacha aylanamiz shu? Mana biz bazamizga keldik, endi tezligimizni kuchaytirib olmasak bu ancha qiyin bo'lyapti. Nima bo'lar? Nima? 30 millionga. Pul olyapman. Nima pullarni olyapman? Qayerdan olyapman? Yetdi-yu. Mana uni kuchaytirish kerak ekan. Yana kuchaytiryapman. Yana zo'r pul beradigan qilib qo'ydim.
Mening eng ko'p brainrotim 3 million beryaptimi? Kim sen mening brainrotim 22 kalik. Bundan beraber ötemiz. İkinci bütüp ötemiz. Ötek, bundan beraber ötek. Tegme? Yaxşı. Yaxşı. Oy, öt. Vay, ozgina qoldi. 1 milyon. 208 milyon. Taşa. 208 milyon daha. 208 milyon da aldık. Endi yana nima spam bo'ladi? Yana nima spam bo'ladi? Yaxshiroq zo'rroq narsa bo'lsa 800 qancha? 208 milyon yo'q, al. 208 milyon qo'limda turibdi. 801 milyon. Tezroq line sekunda tugasa yana bir narsa olaman. Muhimi uyga qaytib olsam bo'ldi. O'lib ketsam yomon bo'ladi. 4 millionlik spam bo'ldi yana. 11 milyon. Nima spam bo'ldi? 5 milyon. Normalroq narsa spam bo'l. Vay. Bo'lmagan ekan-ku. 11 millionda olib turaymi? 11 millionda oldim. Endi bazaga qaytsam bo'ladi-yu. 3 ta anonim bormi? Ana, bazaga qaytaman. Vay, bazaga qayta olmayman. Ulgurmayman. Speedim yetmaydi. Yetdi, zo'r. Endi bu yerga tegib ketmish kerak. Tegmadim, yaxshi. Endi nariyoqqa ham tegmasdan o'tish kerak. Bundan buyog'i easy bundan buyog'i. Easy peasy very squeezy deydi. Ana shundayda. Bundan buyog'i easy peasy very squeezy. Bundan keyin mana sayohat qilamiz. Bazamizga tushamiz ostiga. Mana u yetar. Nima buncha bazasini kuchaytirib tashlaganmi? Yine kuchaytira olaman. Yo, reverse qilish kerakmi baza kuchaytirish uchun? Brainrotlar yo'qib ketmaydimikan reverse qilsa? Reverse qilgim kelyapti, lekin brainrotlar yo'qolib ketishi mumkin. Reverse qilsa shuning uchun qilsammi deyapman, qilmasammi deyapman. Xo'sh, bu 208 million tushunarli. 305 milyard. Mana uni, yana mana uni. Yana ikkitadan narsa qo'shilib ketdi. O 81 bo'ldi tezlik. Endi qayergacha bora olaman? Yana pul yig'amiz. 6 milliard pul. Normal. Bunda nima qilamiz biz? Mana uni kuchaytirsak nima bo'ladi? Nima bo'ldi hozir tushunmadim. Hozir shu narsaga tushunmadim. Nima bo'lganiga tushunmay qoldim. Mayli. Aytgancha, sizlar kanalimga obuna bo'lib, videoga like bossanglar, men ko'proq video chiqaraman. Ko'proq video chiqarsam, yana birovlar obuna bo'lsa, 1000 taga yetsak, men stream qilaman. Ya'ni jonli efir qilaman. 99 night kartasini o'ynayman yoki boshqa kartalarni ham o'ynashim mumkin balki. Hozir pullarni yig'amiz. Hozir bazani yana kuchaytirib tashlaymiz. Bizda mana uni ikkinchi yana bo'ldi. Pulimiz qolmadi. Ana 208 million turibman. 4 milliard
Ha, hammasini yig'ib berarkan bu. Tushunarli, endi tushundim. Hammasini yig'ib berarkan. Nima bo'lyapti? Tezlikni qaranglar buni. Tezligini qaranglar. Tezlikni qaranglar. Oho. Tezlik dahshat. Men bundan keyingisiga o'taman agar lazerga tegib qolmasam. Bundan keyingisiga ham o'tsam kerak. Mana 23 shurdan qo'yaman. Bo'ldi. Bu yerda qanaqa numar bor? 37 million, 10 million. Yo'q, keyingisiga o'taman. Men keyingisiga o'tishim yo'q. Yo'q. Bam! Bam! Nima bu? Reverse speed kuchaytirish kerak. Speed kuchaytirish kerak. Yana reverse qilamiz. Hozir 60 ga chiqib olsin-da. Nimaga o'yin ishlamay qoldi? Mening pulim tugadi. Tushunarli. Hammaga xayr, bolalar. Sizlar bilan men Monster bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha